Ey o'g'lim, sir saqlay olmaydigan kishilarga siringni aytma. Xo'p, sir bilamiz-a, ichimizdagi gap bo'lishi mumkin, bir ma'lumot bo'lishi mumkin. Ular saqlashimiz kerak bo'lgan, o'zgalar bilib qolsa bizga zarar yetishi mumkin bo'lgan narsa. Sir shunaqa bo'ladiki, bironta insonga ham ayta olmaydigan siringiz bo'ladi. Faqat o'ziga aytasiz. Faqat nola qilishdan boshqa narsa bo'lmay qoladi. Endi insonlarga aytish mumkin bo'lgan sirlar ham har xil bo'ladi. Masalan, do'st shunaqa insonki, biz unga sirni ayta olamiz deymiz-a, lekin do'stlarning orasida sir saqlay olmaydigan, sir saqlash qobiliyati pastroq insonlar ham bo'lib qolishi mumkin. Shunaqalarda demak yana ham e'tiborli bo'lamiz. Sir saqlash ham bir fazilat. Kitmanu sir deyiladi. Kitmanu sir, sirri, birovni sirini saqlay olish bu juda katta fazilat. U hayot odam bo'lsin, o'tib ketgan odam bo'lsin, ichingizda saqlab turishingiz bu katta narsa. G'azabni xuddi g'azabni tiyishga o'xshaydi. Birovni sirini ochish sizni lazzatlantiryaptimi, siz yaramas odamsiz. Birovni sirini saqlash sizga rohat beryaptimi, siz zo'r odamsiz. Mana bu sir saqlash ham alohida bir xislat bu. Xususiyat o'zimizda shakllantira olishimiz kerak. Lop etib og'zimdan chiqib ketdi deydi, o'sha zaif odam, irodasi bo'sh odam. O'zimizni sirimizni avvalo o'zimiz saqlashimiz kerak, nafaqat birovni sirini. Ya'ni mana shu tish bekorga berilmagan. Bu g'azabni tiyishga ham kerak, tilni noto'g'ri narsalarga ishlatib yormaslikka ham kerak. Demak, sirni obdan o'lchaymiz, qaraymiz, qani kimga aytyapman. Ota-onamizga bemalol aytishimiz mumkin. Ustozimizga bemalol aytishimiz mumkin. O'zimiz ishongan ustozlarga. Lekin undan boshqalarga biroz o'ylanamiz, qaraymiz. Birovga aytib qo'ysachi, qanaqa bo'lar ekan degan bir mulohaza bo'lishi kerak.